Doskaga qara hammang. Mana shu geometrik mashqlarni bajarishlaring kerak. Agar bajara olmasang, boshingni yoraman qo'limdagi lineyka bilan. Tushundingmi? Uyga vazifani qilib kel hammang. Bu ustoz nega nuqul bizga baqiraveradi, hayronman. Playni bosamiz. Voy, soat 2:30 bo'ldi. Va nihoyat bizni yovuz so'yloqtish matematika o'qituvchimiz uxlab qoldi. Endi biz bir amallab bu yerdan qochishimiz kerak. Yo'qsa hozir tayoq yeymiz. Meni sinfdoshlarim bor bu yerda. Hamma mana shu bo'ldi, men sinfdoshlarim ketdik. Men bularga bitta xabar yozib qo'yadi. Sinf dostlarim qani ketdik. Hop, sinfdoshlarimga qani ketdik deb aytdik. Biz bular bilan qochishimiz kerak. Eshik ochiladimi? Eshik ochildi, lekin voy, qo'ng'iroq jiringlab qoldi-ku. Ustoz yo'qolib qoldi. Oh my god. Qayoqqa ketyapsan bu yoqqa ke? O'tir joyingga. Bu yerdan chiqib bo'lmaydi. Ustoz uyg'onib qolsa yana bizni tutib oladi. Bir amallab boshqa joydan qochishimiz kerak. Devorning o'yiq joyi bor ekan. Mana o'yib tashladik. Bo'ldi. Ketdik, shu yerdan qochamiz. Go. Biz yashirin joylardan qochyapmiz. Biz bu yerdan qochishimiz kerak. Xo'p. Dastakni tushirishim kerak ekan. Yes, bizga o'tishimiz uchun ko'prik chiqdi. Bu yerdan o'tishimiz uchun. Ketdik, go. Voy, lazerlarni qaranglar. Hozir unga matematika o'qituvchi kelib qoladi. Yo'q. Maktabimiz ancha xaroba bo'lib ketgan ekanmi? Hamma joy o'yilib sinib yotibdi. Nima? Bu yerda o'chirg'ich qalamlar jonlanib olganmi? Ular bizga qarshi ishlayaptimi? Bu Yovuz ustozning hamtovoqlari-ku bu. Oh my god, endi nima qilaman? Xo'p, biz bu qizchani qutqaramiz. Yo'qol! Mana senga. Yeb qo'yaman seni. Oh my god, ustoz xonasiga kirib ketdik. Ustoz uyg'onib qoldi-ku. Oh no, nima qilaman endi? Ustoz meni ko'rib qoldi-ku. Hoy qizcha, bu yoqqa kel. Seni xonaga olib kiraman. Oh my god, eshikni yopib qo'ydi qizaloq. Endi nima qilamiz? Endi qochishimiz kerak bu yerdan. Go. Hozir ustoz chiqib qoladi. Vintilni dastak tushiramiz. Qochdik. Bolalar tezroq qochamiz bu yerdan. Mana chiqib oldik. Yaxshi. Bular bilan urushishim kerakmi? Oh my god. Daftarlar, kitoblar bilan jang qilamiz. Ketdik. Mana. Mana senlarga. Mana. Al. Mana. Oh my god. Bu kitoblarni yengib bo'lmayapti. Sinfdoshlarim qochdik bu yerdan. Tezroq botdan surib qolishimiz kerak. Qochdik. Oh my god. Yana daftar ruchkalar bilan jang qilishim kerakga o'xshayapti-ku. Qochamiz. Biz bulardan jang qilib o'tirmasdan tezroq qochishimiz kerak. Ustoz ko'rib qoladi axir. Xo'p, yaxshi. Mana yashilni bosdik. Hop, bizga ayon bo'ldi qayerdan yurishlik. Mana bu yerdan yurar ekanmiz. Mana topib oldik. Mana. Yaramas qalamlar, nega buncha men bilan urushasizlar? Yaramas qalamlar, qochlaring, qoch, ketdik. Bo'ldi. Go. Hop. Butun sinfimiz bilan qochyapmiz, sinfdoshlarim bilan. Bu olov o'charmikan, yo'qmikan? Bu olovni o'chirish uchun nima qilish kerak? Olov o'chdi. Yaxshi. Mana hammangga bezorlar. Qalam ruchkalar yovuzlashib ketibdi-da, qaranglar, tishlari o'tkir, biz bilan jang qilyapti. Birinchi klassdan o'tdim. Continue'ni bosamiz. Keyingi klassga keldik. Hammangni qo'lga olaman. Hozir xuliganlar, men senlarni sochingni yulaman, lineyka bilan boshingga uraman hammangni. Oh my god. Bu yoqqa kel. Qochdik. Ustoz qo'yapti. Nahotki ustoz shu yerlardan o'ta olsa. O'tyapti ustoz. Ustoz o'talar ekan. Menda atiga ozgina vaqt qoldi. Men bu yerdan qanday qilib qochib qutulaman? Tezroq.
Birinchi xonadan ham o'tdim. Endi ikkinchi xonaga o'tamiz. Continue'ni bosamiz. Yaxshi. Oh my god. Bu yerda qalamlar. Men ular bilan yana jang qilishim kerakmi deyman. Mana hammang. Ke, birga ko'rasanmi? Aqling yetadimi? Duxing yetadimi? Mana senga. Qochamiz yaxshisi. Qochmasak bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Hop, qayerdan ekan yo'limiz? Yo'limiz shu yoqda. Bular bilan jang qilib o'tib ketishim kerak ekan. Mana. O'tib oldim, yaxshi. Uy! Arra bor ekan, medal tashladi. Kim ursan? Mana. Hammasini pachog'ini chiqaraman. Ketdik. Oy, yana o'sha arra. Sal bo'lsa tamom bo'lar ekanman. Ketdik. Go. Yaxshi. Mana bu olov o'charmikan, yo'qmikan? Kutib turamiz. Olov o'chdi. Olov o'chgan vaqtda o'tib olamiz. Yaxshi. Arradan ham o'tib oldim do'stlar. Juda ham qiziqarli o'yin ekan. Nima bo'ldi? Bu menga ko'prik o'rnini bosar ekan. Ko'prik vazifasida bu. Hop. Oh my god. No. Ketdi. Go. Arrani qaranglar. Kutilmaganda chiqib qolar ekan bu arra. Hop. Mana bu pastdagi qopqonlarni qaranglar. Yaxshi. Hop, o'tib oldim. Kitoblar portlab ketar ekan o'zidan. Kitoblar portlab ketar ekan. Bu dastakni tushirdim. Endi nima bo'ladi? Aylantirib ketaveramiz. Yaxshi. Manzilga yetib keldik. Yana o'sha arra qopqonlar. Voy, sal bo'lsa suvga tushib ketardim. Maktabimizda suv bosib ketibdimi? Voy, jarlikka tushib ketishmay. Texnologiya xonasiga keldik mana. Hop, texnologiya xonasi. Voy, yaramas. Mana. Ol. Lineyka bilan urushyapman. Lineyka bilan urushaman deb hayolimga ham keltirmagandim. To'xtaylar, men shuni porlatib yuboray. Bo'ldi. Lineyka bilan qachaklashib o'tirmadik. Bir pasda, yo'q. Lineyka, agar yana lineyka chiqib turgan bo'lsa, yana lineyka bo'lar ekan bu yerda. Arra meni bo'laklar bo'lib tashladi. Bu ko'zingga, yo'lingga qarasang bo'lmaydimi? Lineykani pachoqlabsan, yaxshi, lekin hop, o'tib oldik. Ketdik keyingisiga. Voy, yaramas arralar. Yaxshi. Go. O'tib oldik mana. Hop. Mana bittasidan ham o'tib oldim. Malatsi. Yaxshi. Ketdi. Go. Zo'r. Buni bosamiz. Keyingisiga bosamiz. Keyinchi. Oh my god. Bu qalam bilan urushmasdan o'tib qoch yo'qol qalam. Qalam menga kalla qo'ymoqchi bo'ldi. Wow do'stlar, 3-xonaga keldim. 3-xonaning 1-yulduzchasini oldim. Continue'ni bosamiz. Hop. Endi yo'limiz qayerga? Jim, biz sport zaliga kirmoqdamiz do'stlar. Wow, basketbolmi? Futbol to'pidan basketbol qilib, mana bu kichkina qizchani varataga qo'yib qo'yibdim. Trener udar tepdimi yosh bolaga? Yaramas. Kalbosh, men o'zingni gol uraman hozir. Ay, qattiqroq tepding. Sekin tepsang bo'lmaydimi? Kuchli bo'lishing kerak sen. Hali ko'p gol tepaman. Voy, endi sen varataga turasan. Davay, varataga turlaring. Nima? Men nima qilayin? Nima qilish bering? Bu bilan men jang qilar ekanman. Yaramas kalbosh. Mana senga. Sen bilan jang qilishni men orzu qilib kutayotgan edim. Sen kichkina qizlarni ayovsiz kaltaklading-a, varataga qo'yib gol urding-a sen. Mana senga, mana kalbosh bu yoqqa kel. Kalbosh, mana senga, mana. Hop, kalbosh, to'xta. Meni o'zim maydalab tashladim kalbosh. Hop, men barbo bilan jang qilaman. Ketdi. Hop, kalbosh. Mana senga kalbosh.
Mana. Kalboshni pachog'ini chiqaryapman. Kalbosh lekin osonlikcha taslim bo'ladiganga o'xshamaydi-ku. U qochyapti mendan. Unga men yaqinroqdan borib urishim kerak. U mendan uzoqqa qochmoqchi bo'layapti. Mana. Kalbosh, to'xta. Sen ojizlarga kuching yetdimi? Mendaqa kuchlilar bilan ham urushib ko'rchi. Menga ham kuch yetar ekan buni. Do'stlar, cho'ta men buni yenga olmayapman-ku. Nima qilamiz endi? Endi bosamiz. Xo'p, balki biz bundan qochishimiz kerakdir. Varatan orqasiga o'tib olaymikan? Voy yaramiz. U varatalarni medilib tashlayapti bu. Voy yaramasi. Bundan nimadir qilib qochish kerak bo'ladi. Hop, meni jonim qayerda ko'ringan ekan-a? Voy. Mana. Unga hujum qilyapman, foydasi tegmayapti. Yaqinroq boraman. Uni kalboshga osonlikcha taslim bo'lmayman men do'stlar. Voy. Mana. Oh my god. Do'stlar, sizlar ham shu o'yinda bir o'ynab ko'ringlar-chi. Mana shu kalboshni meni o'rnimdan qasdimni olib beringlar. Men yutqazib qo'yib, uni yenga olmayapman. Videoga like bosib, kanalga ham obuna bo'lib qo'yinglar tezda, xo'pmi? Men yutqazib qo'yaman axir bunaqa turishda. Yo'q, men boshqa bu yerga kirmayman. Mana sinfdoshlarim keldi. Qani kiraylikchi bo'ldi, nima bo'lar ekan? Hop, mana bu kalbosh trener kichkina o'quvchi qizchani varataga qo'yib, udar bilan to'p tepdi, qizchaning qorniga tegdi. Gol deb baqiryapti. Qizchaga rahmi ham kelmayapti. Qizcha esa sekinroq tepsangiz bo'lmaydimi, ustoz dedi. Hammasi yaxshi, ha dedi. Keyin nima deyapti? Bu yoqda bizlarni ko'rib qoldi. Yangi o'yinchilar keldi deyapti. Davay o'yinni boshlaymiz deyapti. Men bilan ko'p o'ynamoqchi, lekin boyagidek udarlardan tepsa, voy, tamom bo'laman. Voy yaramas. Bundan men qanaqa qochib qutulsam bo'lar ekan? Faqat uramanmikan? Ha, buni ko'p to'ydan chekkaga qochaman. Keyin uni uraman o'zini. Mana. Hop, yaxshi. Hop. Молодцы. Mana. Tez qizil doiradan chiqib olamiz tashqariga. Yana buni uramiz. Hop, bu yoqqa o'tib olamiz. Hop, mana. Yaxshi. Mana bu yoqqa kel. Qayerga qochyapsan? Mana senga mana. Chekkaga o'tib olamiz. Hop, yaxshi. Uni super udarlari bizga ta'sir qilmayapti, lekin uni jonini kamaytirishga biz muvaffaq bo'layapmiz. 50% jonini ketkazyapmiz. Boshimga to'p bilan urib maydon tashlar ekan. Xo'p. Do'stlar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Biz bunaqalarni yengamiz. Meni o'rnimdan sizlar shu o'yinni o'ynab yengib tashlanglar. O'yinning nomi qanaqa bo'ka deydigan bo'lsalar, o'yinning nomi qanaqa ekan? Botda ko'rinmayapti-da o'yinning nomi. Lekin men sizlarga ko'rib beraman. Xo'p, qani ko'ramiz. Respawnni bosaman. Ko'ramiz. O'yinning nomi qanaqa ekan? Yana o'sha gymni ichidamizku biz. Xo'p, tashqariga chiqsak bo'ladimi? Bo'lmaydi. Biz bu xonaga zo'rg'a kirib olganmiz o'zi. Garochi borlar. O'yinning nomini ko'rsataman sizlarga. Meni o'rnimdan mana shu kalboshni yengib berishlaring kerak bo'ladi faqat. Qaranglar. Mana Mega School Escape deyapti. Mega maktabdan qochamiz deyapti. Ko'ryapsizlarmi? Mana shu tishlari o'tkir o'qituvchi, mana shu rasm Mega School Escape deb yozsalaring ham chiqadi. Mana shu o'yinda o'ynab meni nomimdan boyagi kalboshni yengib beringlar, alamim qo'yib ketdi. Uni hech yenga olmadim deyman. Xo'pmi? Sizlarga ishonaman. Wow, mana bu qanaqa o'yinlar ekan-a? Bu qanaqa o'yin ekan? Bu-chi bu? Mana bu qanaqa o'yin ekan?